Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir EcoCity klassik va high-tech variantdagi uylarni qaysi jarayonlarga kelgan qurilishlar, nima ishlar qilinyapti, hammasini hozir qurishdagidan so'rab, mana shu loyihaga mas'ul shaxs, prorab bo'lib ishlayotgan akadan so'rab, yoritib beramiz sizlarga. Ketdik. Marhamat, ketdik. Bu yerda aka hozir kirdi chiqdida bu kiraverishda ham axrana bo'ladi, 24 soatlik kuzatuv variant bo'ladi. Yuksalish misol uchun kirishda bu yoqda qorovul, bu yoqda misol uchun piyodalar o'tish joyi, bu yoqda avtomobillar o'tish joyi 24 soatlik nazoratda bo'ladi. Bu yoqda yuksalishda anaqasi logotiplari yopishtiriladi umumiyda. Xudo xolasa. Xo'p. Bu yoqda hozir ko'rishimiz mumkin, mana bu high-tech variantini o'zani. High-tech variantimiz. Hozir nima ishlar ketyapti? Xudo xolasa hozir bunda ishlarimiz pashti yakunlangan. İşlerimiz yakunlangan, endi klientlarga nasib bo'lsa, kalitlarni topshirish jarayonlarini boshlaymiz. Hamma ishlarimiz yakunlangan. Bu yoqqa asfalt to'kiladi endi bu yoqda. Asfalt yotqizish ishlarimiz qolgan. Asosiy ko'zga ko'rinmaydigan mayda ishlarimiz qolgan. Deyarli beton ishlarimiz 100% tamomlangan. Podezlar ichkarida bo'ldi. Podezlar hammasi 100% bo'lgan. Kirib ko'rishingiz mumkin, bemalol. Bu yoqda ko'chatlarni ham ekdik. Necha xil daraxt bor hozir bu yerda aka? Bu yoqda hozir 4 xil daraxtimiz bor. Qanaqa o'zi? Shu yerda mijozlarimizga qulaylik bo'lib, misol uchun bahridilarni oshadigan qilib, kelgan paytda misol uchun xursand bo'lib dam oladigan joy qilganmiz. Aka, bular narx o'rtacha necha puldan? Men eshitdim, qimmat narxdagilar qilib qo'yiladi deb. Qimmat narxi. Taxminiy birontasi narxini ayta olamizmi? $100 dan kam emas. Har bitta ko'chatda o'zida. Bular menimcha o'z taqdimotda ham bunaqa daraxtlar qo'yiladi deb aytilmagan. Yo'q, aytilmagan. Biz misol uchun shartnoma qilinganda, o'sha klient bilan, mijoz bilan shartnoma qilinganda biz misol uchun klientga va'da qilganimizdan ortig'ini topshirishga harakat qilyapmiz. Misol uchun shu faqat shunday bo'ladi, shu bilan chegaralanib qolmaganmiz. Misol uchun shartnomadan ziyodroq o'zimiz misol uchun ko'p xarajat qilsak ham, misol uchun mijozga yoqadigan qilib topshirmoqchimiz. Keyin yana mana bu high-tech variantlarimizni tepa penthouse qismi bor. Alohida ularga biz misol uchun klientlarimizga, mijozlarimizga va'da qilmagan mangallar alohida har bitta kvartira uchun ularni ham qilib berganmiz. Bemalol chiqib ko'rishimiz mumkin ularni ham. Anvar aka, men taxminiy narxini so'rovdim. Buni hozir esimdan chiqdi, lekin 100-200 milliondan tepaga ko'chatlar olib kelinyapti deb. Shunaqa eng kami shunaqa $100 hisobida. Zo'r. Xo'p, hozir podyezdga kirib ko'ramiz. Umumiy jarayonlarni bitta videoda ko'rishingiz mumkin. Bitgan holatda pashti bu yoqda asfaltga tayyorlash jarayoni. Asfalt yotqizish ishlarimiz qolgan asosan. Deyarli boshqa hamma ishlarimiz yakunlangan. Mana bu podyezdlarimiz ko'rishingiz mumkin. Birinchi etajlar, MDFlar, lyustralar, traverten. Aka, buni podyezd umumiy uzunligi nechi, eniga nechi? Xo'sh, bunaqasiga 5 metr, bunaqasi 6 metrdan ziyodroq. Mana buni o'zida. U boshidan bu boshigacha 14 da menimcha. Общий domimiz 18 metr, ostdan ostgacha. 18 metr. Bu yoqdan bu yoqgacha 5-6 midi? Shunaqa. Remont holati. Mana lyustralar, tepa qavatlar hammasi ko'rishingiz mumkin. Misol uchun bu bizning shartnomamizda ham bo'lmay, misol uchun keltirilmagan bunaqa. Oddiy misol uchun plafon qo'yamiz degan nima bo'lgan, lekin bizlar mijozlarimiz xursand bo'lish uchun misol uchun lyustralar qo'yganmiz. Kirganda chiroyli bo'lib turishi. Chiroyli. Misol uchun kelgan payti, ishdan charchab kelgan payti kayfiyat ko'tarilish uchun. Zo'r. Xo'p, hozir bu yerda ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa yuqoridagi mangal. Misol uchun yuqoriga chiqib mangallarni ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, boyagi va'da qilganimizdek, mana har bitta kvartira uchun mangallar qilib berganmiz, qozonlar bilan bemalol. Tepada shu hovlida qanaqa sharoit qilib bo'ladigan bo'lsa, shu kvartirada ham xuddi sharoit qilib berganmiz. Aka, hozir men shu etajda turadiganlarga yuqori bari anaqa bo'lmaydi-ku. Bundan tepada dom bo'lmaydi, uy bo'lmaydi. Shunaqa. Suv o'tib ketmaydi, pastga qanaqa bo'ladi? Yo'q, ko'p mijozlarimiz shu haqda savol berishadi. Biz ham misol uchun 5-qavatdaganmiz, 6-etaj qanaqa bo'ladi suv o'tishi. Mana biz 2 slov, 3 slov gidroizolyatsiya qilganmiz. Bemalol mana ko'rishingiz mumkin, yog'gan yomg'ir suvlari ham haligacha turibdi. Bir tomchi suv pastga o'tmasligiga kafolat beramiz, xudo xolasa. O'z bu taraf yopiladi, ha? Yo'q, bu yoq ochiq qoladi. Ochiq qoladi, faqat ochiq qoladi. Shunda bu yerga suv tushadi. Bu yerga suv tushadi, mana bu chetida latok bo'ladi, hammasi o'sha pastga tushib ketadi. Ha, oqib ketadi. Oqib ketadi. Hech qanday mana bu to'planib qolib kvartiraga o'tish nimasi yo'q. Hozir masalan bu yerda suv turibdi, 4-5 kun oldin har doim shunaqa bo'lib qolmaydimi degan savol. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Xudo xolasa bunisi ham bitta endi stechka bilan kafil yotqizish ishlarimiz qolgan. O'sha jarayon. Ha, o'sha jarayon qolgan. Xonadan olganlarga qozonigacha qo'yib beriladi-da mangalga. Hozir buni tozalab, akkurat formatda topshirilib ketiladi. Xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, yuqoridan bitta ko'rinishni ko'rishingiz mumkin mana. Narigi tarafi.
Umumiy aka mana shaharchada nechta anaqa bor xonadon? Bu EcoCity loyihamizda 1000 ga yaqin kvartira bor. 1000 dan ziyodroq. Mana shu loyihamizga. Aka bu o'zi 5 etajlik 6-qavat penthouse ekan. Shunaqa. Bu necha ballik zilzilaga javob berishi normativlarda belgilangan. Normativlarda endi 7-8 ballik zilzilaga bardosh bera oladi, xudo xolasa. Chunki har bitta materialni misol uchun plitamiz bo'ladigan bo'lsa, gazoblok bo'ladigan bo'lsa, o'zimizdan ishlab chiqariladi. Gos standart sertifikatlari hammasi olingan. Hammasi boya qiyinqa talablariga javob beradi. Shuning uchun bemalol ayta olishimiz mumkin. Misol uchun 7-8 ballik zilzilaga bemalol javob bera oladi. Nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa xudo xolasa. Keyin masalan bir xonada yashayotgan odam ikkinchi xonaga ovoz eshitilishi qanaqa bo'ladi? Masalan, ko'p domlarda shunday muammo bor. Yo'q, bizada xudo xolasa mana bu gazobloklarimiz ko'p joylarda misol uchun gipsoblokdan foydalanyapmiz. Ular hammasi o'ylangan. Misol uchun gazoblogimiz shumizalatsiya va teplizalatsiyaga hammasiga o'sha bardoshli. Misol uchun bu xonadondagi ovozlar ikkinchi xonadonga o'tmaydi. Qo'shnisini ovozini Yo'q, unaqa eshitib o'tirmaydi. Zo'r. Hop, bo'lmasa hozir endi klassik uylarni ko'rishga o'tamiz. Klassika variantdagi uylarni ko'ramiz. Aka, klassik uylarga keldik. Qaysi jarayonda bular hozir? Klassik uylarimiz ham pastda hammasi o'sha mana bu 4-5 ta blokimiz tayyor holatda. Mijozlarimizga topshirish tayyor holatda. Biz hozir bu yerda faqat asfalt yotqizish ishlarimiz qolgan. Ichkarida 1-2 ta отделка ishlarimiz qolgan. Deyarli hammasi bitkazilgan. Podyezdda remontlar, to'liq hammasi. Podyezga ham kirib ko'rishingiz mumkin. Bemalol hamma remont ishlarimiz tamomlangan. Eshiklar, misol uchun отпечатка, lustra hammasini o'sha montajini qilganmiz. Bu yoq nima bo'lyapti aka men bizda? Bu bog'cha bo'lyapti. Mana shu yerdagi aholi uchun, misol uchun qayergadir tadbirgami, bir safarga chiqayotgan payti bemalol misol uchun yosh bolalarini tashlab ishonib ketish mumkin bo'ladigan joy. Ha, bu yerda alohida xizmatchilar bo'ladi, qarab turasizlar. Xizmatchilar bo'ladi, deyar bog'cha desak ham bo'ladi. Bu yoqda bog' bo'lyapti menimcha. Bu yoqda EcoCity'ni katta bog'i bo'ladi. 300 dan ziyod daraxt ko'chatlarimiz bor bu yoqda. Eng qimmat daraxtlar mana shu yerga kelyapti menimcha. Hammasi shu yerda bo'ladi, xudo xolasa. O'rtada parkovkasi bo'ladi, bemalol dam oladigan besitka joylari bo'ladi, fontan bo'ladi, xudo xolasa. Ha. Tushunarli. Klassik uylarimiz bilan umumiy high-tech uylarda umumiy topshiriladigan uy shu yilni may oyiga reja qilingandi. May oyiga 1000 tacha xonada topshiramiz. Ko'rishingiz mumkin, qo'lni mana shu loyihalarimizda o'sha beton ishlari 100% tamom bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda ikkita, high-techda ikkita faqat domimizda fasad qismida ishlar olib borilyapti. Qolgan svet, gaz, kanalizatsiya ishlari hammasi yakunlangan. Gaz svetlar qanaqa o'chib boradi keyin? Yo, u xudo xolasa ulardan muammo bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi. Ko'rishingiz mumkin, podyezda hamma ishlarimiz yakunlangan. Bitta podyezda shunda 4 ta xonadon bo'ladi. Bitta podyezda 4 ta xonadon bo'ladi, 4 ta kvartira. Kirganda ana atmosferasi musor yoki nimadir emas, yam top-toza bo'lgan, yaxshi holatdagi kirganda uyga kelgisi keladigan variantda Xudo xolasa men bular ham misol uchun shartnomada keltirilmagan. Buni o'zimiz shu klientlarimizga xursand bo'lishligi uchun qilganmiz buni ham. Tushunarli, zo'r. Bu xonadonlarni sotib olganlar nasib bo'lsa shu may oyiga topshirish reja qilgan, ishlaringiz shunga qarab, ko'chib o'tishlar shunga qarab reja qilsalaringiz bo'ladi. Bo'ladi, bemalol. Eshiklarni ham ko'rishingiz mumkin, отпечатка bo'ladi, ham bu yerda sensorli bo'ladi, kartali bo'ladi, bemalol maqsad foydalansa bo'ladi. Domofon xizmatlari hammasi ulangan. Bizda yangi xonadon olmoqchi bo'lganlar bor. Bu yangi Qarshi Cityda bo'lishi mumkin, Samarqandda. Umumiy jarayonlarni ko'rdilaringiz, mana bizda va'da qilinmagan narsalar ham ko'p qo'shib beriladi. Ular harakat qilinib, endi bunda hammasiga va'da berilmaydi-yu. Qo'ldan kelgancha sharoitdan kelib chiqilib qilinadi. Xudo xolasa. Biz shu klientlarimiz, mijozlarimiz hammasini xursand bo'lib, uylarini qabul qilishni xohlaymiz. Zo'r. Biz kuzatishda davom eting, yana qurilish ishlari boshqa proyektlardagini ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlash uchun like, izohda fikringizni qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. Rahmat hammaga.